Yo'llarda bu yog'iga ko'raverasizlar endi tunugachilarni. Qorda tortalmasdan qolib ketishlarini, boshqa narsalarni gapirmay qo'yaver. O'zi men tunugachilarni to'g'risi gapirmoqchi bas edim. O'zlari majbur qilib qo'yishdi. Oxirgi paytlarda Gentrani o'ta ham yomonlab tashlashdi. Bu mashinaga yetedigani yo'qligini men isbotlab bermoqchiman. Mana isbotlashim ham shart emas. Bu yog'iga mana qish keldi, qorlar hali tunugachilar boshiga tushmagan edi hali. Mana endi tushdi, endi ko'raveramiz. 2023 qanaqa Gentra kelib qoldi. 65 ming kilometr yurgan, 4 ta yangi yumshoq balonlar qo'yib qo'yishgan. Xo'p, mashina tonirovka rashinalari bor, ABS lyuk, hamma narsasi bordan keldi. Yana kamiga mashinaga injektor propellarni ustanobga qilib qo'yishgan. Elegant plus sidinalari isiydi, qishda suqatmaysiz. Xo'p, kraskasi shu orqa tarafida mana shu kalinkani bezimak tagida ozgina kichkina bilinmas petnochasi bor ekan. Atak qolgan joyi ideal holatda turibdi. Bamperini ham mashina ham ozgina qirib olishgan ekan. Menimcha shu bironta tunukachi kelib tormoz bera olmasdan urgan shekilli, lekin sal qirilib qolgan xolos. 2023 65 ming kilometr yurgan avtomat korobka, narxi $13 ming. Egalari raqamlari pastda bemalol telefon qilib baraka qilishlari mumkin.